Aleksandr Volkanovski va Diego Lopes o'rtasida yarim yengil vazn toifasidagi chempionlik jangi hamda Michael Chandler va Paddy Pimblett o'rtasidagi jang UFC 314 turniri doirasida 12 aprel shanba kuni AQShning Florida shtati Miami shahridagi Kaseya Center sport majmuasida bo'lib o'tadi. UFC 314 janglar kartasi qanday janglar rejalashtirilgan? Turnirdan bir oy oldin UFC 314 uchun 15 ta jang e'lon qilingan. Kechki shou 6 ta dastlabki prelim janglari bilan boshlanadi. So'ngra 4 ta prelim kartasi janglari bo'lib o'tadi. Asosiy kartga esa 5 ta jang kiritilgan. Asosiy kart allaqachon qariya deyilayotgan Aleksandr Volkanovski 26-4 va divizion kelajagi deya ta'riflangan Diego Lopes 26-6 ko'rsatkich bilan Conorni 10 yillab kutishga tayyor 786-mahkum Michael Chandler 23-9 rekord bilan inglizlar ham tilini yaxshi tushunmayotgan 22-3 rekordga ega Paddy Pimblett bilan jang qiladi. Taekvondoda qora belbog' sohibi 16-5 ko'rsatkichda kelayotgan meksikalik Yair Rodriguezga qarshi sobiq Bellator chempioni Patricio Freire 26-4 rekord bilan. Asosiy kartning yana 2 jangi bu Bryce Mitchell 17-3, Gene Silva 15-2 va Nikita Krylov 30-9, Dominic Reyes 14-4 ga qarshi. Aleksandr Volkanovski va Diego Lopes jangchilar statistikasi va so'nggi janglari. Yarim yengil vaznda bo'sh qolgan chempionlik kamari uchun avstraliyalik Aleksandr Volkanovski va braziliyalik Diego Lopes o'rtasidagi jang UFC 314 ning asosiy jangi bo'ladi. 36 yoshli Volkanovski professional MMA da 26 g'alaba va 4 mag'lubiyat qayd etgan. Uning bo'yi 1.68 cm, jang vazni 65.6 kg. Qo'l uzunligi 182 cm. Avvalgi jangida u Ilya Topuria bilan chempionlik uchun kurashgan va UFC 298 17 fevral 2024-yilda nokautga uchragan. 30 yoshli Diego Lopes esa 26 g'alaba va 6 mag'lubiyatga ega. Uning bo'yi 180 cm, jang vazni 65.7 kg, qo'l uzunligi 184 cm. UFC 306 14 sentyabr 2024-yilda u Brian Ortegaga qarshi 3 raundlik jangda hakamlar qarori bilan g'alaba qozongan. Diego Lopes debyutida Mousar Evloyevga yutqazdi, ammo yakunda chempionlik poygasida undan o'zib ketdi. Qanday qilib? Diego Lopes UFC'ga kirish imkoniyatini ilk bor 2021-yilda qo'lga kiritgan edi. U o'shanda Dana White'ning da'vogarlar seriyasida Joe Anderson Britoga qarshi jang qilib, texnik qaror bilan mag'lub bo'lgan. Bu natija adolatli ko'rinmadi. Lopes UFC'ga kirish imkoniyatini boy bergandek tuyulgandi, ammo UFC 288 dan atiga 5 kun oldin Lopesga UFC'dan qo'ng'iroq bo'ldi. Unga Bryce Mitchellning o'rnini bosish taklif qilindi. Mitchell ehtimol vazn toifasidagi eng noqulay va murakkab raqib Mousar Evloyevga qarshi jang qilishi kerak edi. Lopes qisqa muddatli ogohlantirish bilan oktagonga chiqdi va yuqori darajadagi chiqish qildi. Bir necha bor g'alabaga yaqin keldi. Reyting yuqorisidagi raqibga qarshi a'lo darajadagi chiqish ortidan Lopes UFC bilan to'liq shartnoma imzoladi. U bu imkoniyatdan to'liq foydalandi. 13 oy ichida 5 ta yorqin g'alaba, ularning 3 tasi muddatidan avval yakunlandi. Natijada Lopesni debyutida mag'lub etgan Mousar Evloyev hali hanuz kamar uchun jang qilish imkoniyatini kutmoqda. Diego esa UFC 314 turnirining asosiy jangi, ya'ni main eventda ishtirok etadi. Dana White oxirgi paytlarda tez-tez shunday deydi. MMA bu imkoniyatlar biznesi. Lopesning misoli bu so'zlarni to'liq tasdiqlaydi. U eng iqtidorli jangchi bo'lmasa-da, UFC'ning eng raqobatli divizionlaridan birida kamarni qo'lga kiritish uchun jiddiy imkoniyatga ega. Odatda u juda muloyim yigit, ammo bugun baqirib, "Menga titul jangimni beringlar, titulli jangimni beringlar" dedi. "Biz bu yigit uchun hamma narsani qilamiz. Hatto u menga baqirayotgan bo'lsa ham", dedi White Lopesning UFC 306dagi g'alabasidan so'ng. Diego Lopesni o'zi titul jangi haqida shunday dedi: "Men oxirgi yillarda hammadan ko'p ishladim. UFC'da menga berilgan har bir jangga chiqdim. Hatto foydasiz sharoitlarda ham rozi bo'ldim. Endi chempionlik kamari uchun kurashish imkoniyatiga egaman va bu imkoniyatni qo'ldan bermayman." Volkanovski yana 2 ta nokautdan keyin kamar uchun jang qilmoqda. Yangi urinishdan nima kutish kerak? MMA ixlosmandlarining deyarli hech biri Alex Volkanovskining sportga qaytishiga xursand emasligini tasavvur qilish qiyin. UFC'ning asosiy qahramonlaridan biri bo'lgan Volkanovski bir necha og'ir nokautdan so'ng tanaffus qildi.
tiklandi, to'liq tayyorgarlikni o'tdi va endi yana kamar uchun kurashga va uning holatida tarixdagi eng buyuk jangchilar ro'yxatidagi yuqori o'rinlar uchun qaytishga tayyor. Agar bir necha yil oldin Volkanovskining g'alabasi haqida hech qanday shubha bo'lmasa, hozirda xavotirlar mavjud. So'nggi janglarida Volkanovski tezlikda pasayish alomatlarini ko'rsatdi. Bu uning antropometrik xususiyatlariga qaraganda achinarli yangilik. Volkanovskining muxlislari uning jangovar intellektiga va texnikasiga umid qilishlari kerak. Bu jihatlarda u zaiflashgan deb o'ylash qiyin. Muhim nuqta motivatsiya. So'nggi intervyularga qaraganda Volkanovski qaytishga tayyor. U Mousar Evloyevga qarshi jang qilishga rozi va yengil vaznda Tapuriyani yutishni xohlaydi. Albatta men revanshni xohlayman. Agar u yengil vaznga o'tgan bo'lsa, men yarim yengil vaznda kamarni qo'lga kiritaman va keyin biz chempionlar jangida uchrashamiz. Bu jangni yanada shov-shuvli qiladi, dedi Volkanovski. Volkanovski va Tapuriyaning mumkin bo'lgan revanshi ko'plab savollarga javob beradi. Hozirda yarim yengil vazn toifasida g'alati vaziyat. Deyarli yengilmas deb hisoblangan chempion ketib, kamarni bo'shatdi. Endi har bir yangi chempionni Tapuriya bilan taqqoslashadi va har safar u qanday bo'lar edi agar Tapuriyaga qarshi jang qilganida degan savol tug'iladi. Agar Volkanovski kamarni qo'lga kiritib, keyin Tapuriyaga yengil vaznda revansh o'tkazsa, barcha savollar yopiladi. Lekin hozircha buni o'ylashga erta. Juda ko'p faktorlar o'zgarishi kerak. Volkanovski Diego Lopes bilan bo'lajak jang haqida shunday dedi: "Menimcha men Diego Lopesni har jihatdan yenga olaman. U xavfli, har doim xavf tug'diradi. Shuning uchun men barcha kerakli ko'nikmalarni mukammallashtirishim kerak. Agar jang paytida kurash yoki grappling yo'lini tanlasa ham baribir ustunlik qilaman deb o'ylayman. Hamma uning jiu-jitsu mahoratini biladi, lekin menga ishoning, bu men bilan ishlamaydi. Hatto u meni yiqitishga muvaffaq bo'lsa ham taslim bo'lmayman. Aksincha, yanada kuchli bo'lib o'rnimdan turaman. Baribir menimcha u mengacha yetib kela olmaydi va bir payt o'ziga kelib, men bu yigitni to'xtata olmayman deb aytadi. Butun dunyo endi men boshqacha ekanimni ko'radi." Oldingi Volkanovski yana qaytdi. "Ishoning, men kamarni qaytaraman." Michael Chandler va Paddy Pimblett statistikalar va so'nggi natijalar. Kechaning qo'shimcha asosiy jangida amerikalik Michael Chandler va britaniyalik Paddy Pimblett o'rtasida yengil vazn toifasida jang bo'lib o'tadi. 38 yoshli Chandler professional MMA da 23 ta g'alaba qozongan va 9 marta mag'lub bo'lgan. Oxirgi jangida 2024-yil 16-noyabr kuni UFC 309 turnirida u braziliyalik Charles Oliveiraga hakamlarning yakdil qarori bilan yutqazgan. Paddy Pimblett 30 yoshda. Uning MMA'dagi rekordi 22 ta g'alaba va 3 ta mag'lubiyatdan iborat. So'nggi jangida 2024-yil 27-iyul kuni UFC 304 turnirida Paddy amerikalik King Greenni tirsak qopqoni orqali uchburchak usulida mag'lubiyatga uchratgan. Chandler va Pimblett yorqin jang ko'rsatishga intilmoqda. Ular kamar uchun yaqinlashishiga ishonadi. UFC'dagi debyutini Conor McGregor boshchiligidagi turnirda o'tkazgan Michael Chandler darhol liganing eng asosiy jangchilaridan biriga aylanishni boshladi. U birinchi raundda Dan Hookerni nokautga uchratdi. Charles Oliveiraga qarshi ajoyib jang o'tkazdi. Justin Gaethje'ga qarshi yil jangini o'tkazdi. Tony Fergusonni yengdi. Keyin esa ikki qiziqarli jangni o'tkazdi. Dustin Poirierga qarshi va Oliveiraga qarshi revansh. Chandlerning UFC'dagi har bir jangida ko'plab tomoshabinlar yig'iladi, ammo sport natijalari yo'q. Boshlanishida u tezda kamar uchun jangga yetib borgan bo'lsa, endilikda undan uzoqlashib ketmoqda. Shu bilan birga u Islom Makhachev bilan jang qilishni umid qilmoqda. Haqiqatan ham men oktagonga chiqib Paddy Pimblettni yo'q qilaman. Keyin Islom men bilan jang qilishni xohlaydi, boshqa hech kim bilan emas. Chandlerning kelajakdagi raqibi uni reytingda tez o'sishga sabab bo'ladigan zinidek ko'rmoqda. Men uni yengish va uning reytingdagi o'rnini egallashni sabrsizlik bilan kutyapman. O'ylaymanki, men kamar jangiga bitta jang masofadaman. Charles Oliveirani yoki Dustin Poirierni yengishim kerak. Shunda men kamar uchun jangga chiqaman, dedi Paddy Pimblett. Bu yorqin jang bo'ladimi? Ehtimol ha, hatto erta yakunlanishi ham mumkin. Ammo bu Pimblett yoki Chandlerni kamar uchun jangga olib keladimi? Ehtimol yo'q. Hozirda yengil vazn toifasi ko'plab da'vogarlarga ega va bir yil ichida kamar uchun jangni 4 nafar jangchi olishlari mumkin. Ilya Tapuriya,
Charles Oliveira, Arman Tsarukyan va kichik ehtimol bilan Justin Gaethje yana bir jangda g'alaba qozongan taqdirda ham 7 yoki 12 o'rindagi jangchi ushbu ro'yxatga kiritilmaydi. Ehtimol hatto bir emas, balki 2 qo'shimcha jang o'tkazishi kerak bo'ladi. Michael Chandler raqibini maqtadi va uning uchun yorqin martaba bashorat qildi. Bu jang menga haqiqatdan ham yoqadi. Pedziga hurmatim baland. U tajribali jangchi va uni yorqin kelajak kutmoqda. Lekin 12 aprel kuni u Michael Chandler nomli arra bilan to'qnash keladi. Har doimgidek, o'sha kechada oktagonga chiqqan eng qiziqarli yigit bo'laman. Tomoshabinlarni o'rinlaridan turishga majbur qilaman. Ularni stulning chetida o'tirib hayajon bilan kuzatishga majbur qilaman. O'zimga xos uslubda jangga faqat bitta maqsad bilan kiraman, ya'ni raqibimni hushidan ketkazish, dedi Chandler o'zining ijtimoiy tarmoq sahifasida. Paddy Pimblett o'zining promotionda yetarlicha e'tirof etilmayotganidan norozi va reytingning eng kuchli 10ligiga kirishni maqsad qilgan. Har safar oktagonga chiqqanimda meni yetarlicha baholashmaydi va jiddiy qabul qilishmaydi. Ammo bu safar men ushbu divizionning barcha afsonalari bilan jang qilgan, chempionlik kamari uchun kurashgan kuchli raqibga qarshi ringga chiqyapman. Ushbu g'alabadan so'ng men reytingda 7-o'ringa ko'tarilib, chempionlik kamariga asosiy da'vogarlar qatorida bo'laman, dedi Pimblett matbuot anjumanida. Xulosa: 36 yoshli Volkanovski o'zining sobiq shon-shuhratini qaytarishga, Lopez esa tarixiy imkoniyatdan maksimal foydalanishga harakat qiladi. Lopezning jismoniy afzalliklari va jiu-jitsu bo'yicha ustunligi unga imkoniyat bersa-da, tajribali va xarakterli Volkanovski o'zining so'nggi mag'lubiyatidan saboq olib, o'tmishdagi shaklini qayta tiklashga tayyor. Chandler uchun bu ehtimol faoliyatidagi eng muhim burilish nuqtalaridan biri. Pimblett uchun esa o'zini elita jangchisi sifatida tasdiqlash va reytingda yuqorilash imkoniyati. Bu jang tajriba va yosh ambitsiyaning haqiqiy sinovi bo'ladi. Yana bir e'tiborga molik to'qnashuv sobiq Bellator chempioni Patricio Freire va zarbli jang uslubiga ega Yair Rodriguez o'rtasidagi bahs. Bundan tashqari, Bryce Mitchell va Jin Silva va Nikita Krylov Dominic Reyes janglari ham qiziqarli voqealarga boy bo'lishi kutilmoqda. UFC 314 turniri kuchli janglar, yuqori darajadagi tayyorgarlik va chempionlik uchun keskin kurashlar bilan esda qolishi aniq. Har bir jangchi uchun bu faqat navbatdagi jang emas, balki o'z nomini tarixga yozish imkoniyati. Tomoshabinlar esa ushbu jang kechasida haqiqiy adrenalinga boy shou guvohi bo'lishadi. Do'stlar, agar siz videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, ehtimol sizga yoqqandir. Shuning uchun kanalga obuna bo'lishingizni va albatta qo'ng'iroqchani bosishingizni so'rayman. Ushbu harakat bilan siz kanalni targ'ib qilishda yordam berasiz va videolarimizni birinchi bo'lib ko'rasiz. Asosiysi esa sog'lig'ingizni ehtiyot qiling. Keyingi videolarda uchrashguncha salomat bo'ling.